Sanoat qurilish banki va Yevropa banki taklif qilinganda, demak, bularni qiziqishi haqiqatdan shu biznesni rivojlantirishda. Zahraton kompaniyasi, ya'ni fast food va supermarketlar tarmog'i. Bu yoqda marketing bo'limi rahbari bo'lib ishlayman. Ulug'bek Hojiahmedovdan marketing bo'yicha strategiyada marketingni ishlatish bo'yicha ancha insightlarni oldik. Tadbir tashkilotchilariga katta rahmat. Bugun Ulug'bekga ham ko'rsatib berdilar, biznesmenlarga, tadbirkorlarga ko'rsatib berdilar marketingni ahamiyati qanchalik kattaligi. Hozirgi raqobatdosh bozorda marketingni o'rni juda katta. Chunki mahsulotni, produktni biz ajratib ko'rsatishimiz kerak, o'zining mijozini segmentga olishimiz kerak, pozitsiya qilishimiz kerak, o'sha mijozga produktni yetkazib berishimiz kerak. Shuning uchun marketing o'rni biznesda juda katta bo'ldi. Marketing mavzusi korxonani va strategiyasi, korxonani istiqboli, kelajagi va qanday olib boradi va bunga jamoamiz ishonadimi yo'qmi? Bu planlarda aks ettirganmi yo'qmi? Bu yoqdan shu moliyalashtirish hamkorlari o'shanga qarab ishonch topib, yo moliyalashtiradi, yo moliyalashtirmaydi. O'shaning uchun bu narsani ahamiyati katta deb o'ylaganligim uchun shu mavzuni tanladik. Biz EBRD bilan 2023-yildan beri birga ishlayapmiz. Rebrandingimizni qildik va bugungi seminarga bizani taklif qilishdi. Seminar juda ham zo'r o'tdi. Marketing haqida ancha yaxshi fikrlarni oldik. Biz o'zi to'g'risi korxonada ichki analiz, SWOT analizini qilardik-da. Bu kishi o'sha tashqi analizni ham qo'shib, ikkalasini barobar olib borishni hozir tushuntirib berdilar-da. O'shanga yana nima tug'ildiki, tashqi analiz ham kerak degan mavzuda. Tadbirkorlarning salohiyatini, ko'nikmalarini ongini rivojlantirish nimaga olib keladi? Bunday olib qarasak, katta kartinadan olib qarasak, nuqtai nazarda bular korxonasini rivojlantirgan sari jamiyatimizga sifatliroq xizmatlar, sifatliroq mahsulotlar, eng muhim narsa jamiyatimiz ish o'rinlari yaratib, bizni kengaytirgan sari ish o'rin yaratiladi va ish o'rin yaratilgan sari jamiyatimizda rivoj aks etadi. Endi rivojga olib keladigan narsa o'shanga bularga bunaqa tadbirlarda har xil mavzularda, har xil mutaxassislar bilan viloyatlarda, o'sha hududlarda ayniqsa rivojlantirish menimcha juda manfaatli va sizlar tomonidan juda katta hissa qo'shgan bo'lasizlar jamiyatimizga. Заботьтесь о ваших развитии ваших сотрудников. Это, опять же, ваш рост. Ну и экология, конечно, если вы в производственном цикле, вот, все, что связано с защитой экологии, подавайте это в проект как основу. Bizning kompaniyamiz 10 yildan beri bozorda bor Shashlig'o'z, Xan Ahmad va Gastro Expert o'quv markazida bizlar ochgan. Biz uchun ahamiyatli tomoni YBR'ning bizga ochib berayotgan ko'p imkoniyatlarini yana bildik va kelajakda bu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun yangi ma'lumotlar oldik. Kredit yo'nalishi bo'yicha prolongatsiya qilish, zeleniy ekonomika bo'yicha 10% vazvrat grantlar, konsultantlar yo'llash bo'yicha $100,000 gacha beriladigan grantlar ochish juda yoqdi. Первые шаги по привлечению финансирования, по поставке новых линий, по расширению производственной линейки, выход на мелованную бумагу, вы уже большой путь прошли. Очередной шаг. Вот вы сейчас сказали, что может быть действительно сделать проект чуть меньше, да, с ЕБРР, да, с местными банками, но все-таки сделать. Окей, единственное, к чему вас могу призвать, это не останавливать. И я знаю, у вас много сил, у вас много энергии, у вас много планов. Не останавливайтесь, делайте. Идите вперед. Hozirda 20 taga yaqin filiallarimiz bor va shu filiallarda YBRR bilan hamkorlik orqali 5 yil mobaynida dunyo bo'yicha 100 ta restoran yana ochish planimiz bor.